tashqariga fasadni zinapoyamiz. Zinapoyamizni ko'rishingiz mumkin. Inshaalloh hozir zinapoyamiz haqida sizlarga qisqacha video obzor, ya'ni ma'lumot berishga, tushuncha berishga harakat qilib o'tamiz. Bu yerda tashqaridan fasadni zinapoya. Bu yoqqa zalga kirishga, bu yog'i tashqi navesga chiqishga ikki tomonga qo'rilgan. Xo'p, zinapoyamizni razmerlari bilan bir chekida inshaalloh qani tushuntirib o'tamiz albatta Allohning izni bilan. Zinapoyamizning balandligi 15 sm dan tushgan, ko'rishingiz mumkin. Stupenkamizning balandligi 15 sm. Oyoq qo'yadiganimiz esa 30 sm dan bo'lgan bu yerda. Birinchi stupenkani dumaloq qilib chiqazib yuborganmiz. Zinapoyamiz tagi ham zigzagli, ya'ni zinapoya zerkalniy ko'rinish, ya'ni oyna ko'rinish desa ham bo'ladi, zigzag desa ham bo'ladi. Ko'pchilik har xil nom bilan nomini aytadi buni. Biz esa ustalar zigzag deymiz. Zigzag zina deb aytiladi. Xo'p, zinapoyamizni ko'rib turishingiz mumkin. Ichkaridan bu yerga to'sganmiz. Sababi ichkari to'pli pol bo'ladi. To'pli pol bo'lishini hisobiga olib turib, zinapoyamizni 8 sm, 7 sm baland qo'yiladi hamma joyda. Ko'p ustalar shunday qilib ketadi, sababi ertaga mana bu hovliga, uy ichiga stashga qo'yilganda, to'pli pol bo'lganda, mana bu stash zinapoyaning usti bilan bir xilda bo'lib keshish uchun. Agar buni pastroq qilib qo'yib qo'yiladigan bo'lsa, ertaga to'pli pol bo'ladigan bo'lsa, uy ichi baland bo'ladi, zina eshikni ochganda oyoq qo'yadigan 5 sm pas bo'lib chiroyli ko'rinmaydi. Hop, mendan ko'pchilik telefon qilib zinapoyaning razmerini qanday qilib oladi deydi. Misol uchun shuni bu yog'ini kaltaroq emas, uzunroq joyda hisoblaylik. Zinapoyamizni eshikni oldidan misol uchun 15-20 har kim joyi razmeriga qarab turib tashlashi mumkin. Bu yog'ini esa misol uchun bu yog'ini ham xuddi shunaqa. Imkoniyatingizga qarab zinapoyaning razmerini, plashatkani razmerini qoldiraverasiz. Keyin bizdan ketadigan narsa, hop, joyimizning balandligini o'lchaymiz. Misol uchun 1,5 metr bo'ladigan bo'lsa 15 ta stupenka tushadi. Yo'q, uzr, adashdim. Ming bor kechirasizlar. 1,5 metr joyga 10 ta stupenka tushadi. Sababi balandligi 15 sm dan bo'ladi. Hop, uni qanday qilib o'lchaymiz? Keyin hop, 10 ta stupenkamiz 30 sm dan bo'lganda 3 metr joyga bo'ladi. Bitta zinapoya qaytishini hisobiga 2,70 ga to'xtaydi. Tashlaysizlar eshikni oldidan 10 sm yoki 15 sm yoki 20 sm o'sha kerakli razmerni tashlaysizlar. Undan o'sha 0 olganingizdan keyin o'sha yerdan boshlaysizlar. 15 pastga tushadi. To'g'riga 30 sm yuradi, yana pastga tushadi. Yana to'g'riga yuradi. Shunday qilib chizib tushib ketaverasizlar. Keyingisini tak tomoni ko'rinishini ko'rib turibsizlar. Mana 1, 2, yarimta deydi buni. Xuddi shunday qilib tagini qochib olasizlar. Ya'ni 3-zinapoyaning o'rtasiga to'g'ri keladi. Plashada mana birinchi podushkasining qancha kengroq bo'lsa, zinapoya shuncha baquvvatroq bo'ladi, mustahkamroq bo'ladi. Shuni tashalgandan keyin buni ham xuddi shunaqa razmerda 15 sm qalinligini olasizlar. Bu yog'ini ham 15 olsangiz, o'zi avtomatik zinapoyaning razmeri zerkalniy ko'rinishi chiqib keladi. Razmeri chiqib keladi. Shunda qiynalmasligini mumkin. Albatta, unaqa gapga o'ta usta inson emasmiz. Inshaalloh qo'ldan kelgancha harakat qilamiz va sizlarga ma'lumot berib, tushuncha berish uchun. Bu video kimgadir manfaatli bo'lsa, juda xursand bo'lamiz. Manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta. Ko'rishingiz mumkin. Ahmadjon, ko'rishingiz mumkin. Zinapoyamiz yon qismi tekis bo'lgan. Buni avvalni qilib qilsa ham bo'ladi, mana bunaqasiga avvalni qilib qilsa ham bo'ladi. Biz bu yerda to'g'ri qilib qo'yganmiz. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Bu videomiz kimgadir foydali bo'lganidan juda ham xursandmiz. Sizlarni qanaqadir qiziqtirgan savol yoki shunga o'xshash beton zina xizmat zakazlaringiz bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Inshaalloh qo'ldan kelgancha chiroq qilib berishga harakat qilamiz. Beayb Parvardigor, beayb. Hammaning ham o'ziga yarasha xatosi bor. Mana ko'rib turibsizlar. Bularda bo'lamaydi.
Ba'zi birlarda mana bunaqa beton tushmay qoladigan joylari bor. Buni esa hech qanaqa ziyon joyda yoki boshqa joyda. Men misol uchun ko'p o'zim anaqa qilib ko'rmayman. Oylik tajribamizdan kelib chiqqan narsa-da. Bu narsa hali biron bir joyda отказ berganini ko'rmaganmiz yoki trashshina berib sinib ketganini ko'rmaganmiz. Buni oddiy rastvor bilan zamaska qilib qo'ysa ham bo'ladi, yoki kafelni kile bilan zamaska qilib qo'ysa ham bo'ladi yoki kafel uritganda kafel ichi usti o'zi zamaska qilib ham ketaveradi. Buni hech qanaqa strashniy muammoli joyda yo'q. Ko'p joylarda betonimizni istashganimizni plashatkalarimizga quyganimizdan keyin ustiga trashshina tushib qoladi. Trashshina tushib qoladi ko'p joyda. Trashshinamiz misol uchun 2 qarich yoki yarim metr joyga tushadi. Buni sababini biz ham bilmaymiz. Chuqurligi shu 1 sm, 1,5 sm bo'ladi. Hech qachon mana shu 1 sm, 1,5 sm mana shu yarim metr joyimizga trashshina tushib qolishi mumkin. Buni hech qanaqa ziyoni bu yo'q. Deyarli men hali ko'rmaganman buni ziyonini. Hech qachon mana bu tagigacha o'tib yorilib ketmaydi. Albatta. Avvalo biz insonmiz, qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz, chiroyli qilib berishga. Bizga ham qo'pol qilib gapirganda zarar emas. Misol uchun sizlarni 2 marta rasxodga tushirib yoki o'zimizdan yonimizdan boshqa talab zanapoyani qilish uchun hozir mana shu zanapoyi sinib yo nimadir bo'ladigan bo'lsa, bu ustamiz bizning bo'ynimizda bo'ladi. Boshqa talab buzib materiallarni olib kelib yonimizdan qilib berishimiz kerak bo'ladi. Shuni hisobiga hali men ko'rmaganman. Ko'p joyda, ba'zi bir joylarda plashatka qo'yganimizda tushib qolgan, uy egalari so'rashadi, "Oka, buni ziyoni bo'lmagan" deyman. Mana hozir 5 yil, 6 yil oldin qo'ygan joylarimizda uy egalari ham muammo qilib o'sha paytda so'rashganda, "Oka, mabodo zinapoyasi tushib ketsa, biz o'sha qanday dogovor qilgan bo'lsa, o'shani to'lab beramiz" deyilgan. Hozirgacha mana biror marta telefon qilib, "Abdulloh, keling bu yoqqa" deb aytishmagan. Keyin buni qolipini yechilish jarayoni. Xo'p, katta ob'yomlar, mana bunaqa ob'yomlar bo'ladigan bo'lsa, ko'p ob'yomlar bo'ladigan bo'lsa, yaqin atrofda bo'lsa, borib yechib bera olamiz. Buni qolipini uzoq masofada bo'lgan joylarda, misol uchun, bizdan uzoqroq adresda bo'ladigan bo'lsa, biz buni qolipini borib yechib kelgani ochig'ini aytamiz, vaqtimiz ham bo'lmaydi. Keyin bizni bu qoplamaydi ham qolipini yechib berish. Borib kelganga rasxodga anaqa ham qilmaydi. Bitta usta ko'chada mardikor o'rtancha 200 ming 250 ming so'm ishlaydi usta. Shu stanovkaga 20 minut, yarim soatda, 1 soatda yechib tashlaydi. Yechib chiroyli qilib taxtalarni saranjom qilib taxlab beradi. Ko'p joyda. Shuni hisobidan biz bora olmaymiz ham. Buni taxtalarni olish esa shu tagidagi ustoykasini olib turib, ikkita shuftasini ko'chirsa, hammasi tushib keladi, poqitib tushib keladi. Bir chekkaga olib taxlab qo'yilaveradi. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Inshaalloh yaxshilikda ko'rishaylik.